Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Andijon viloyati Sharxon tumani Oqto'rlikda ishimizni yakunlayapmiz. Bu joyimizga общий 135 kvadrat tunika ishlatdik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab bittadan aktiv metrasini bosib qo'yamiz. Bu shapkamiz uzunligi 20 metr. Tagi 60 chiqqan, 16-12 bukilyapti. Darvozaxonamiz esa 650 ga 310. O'rtaga rombi aynalarimiz bilan qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Burchaklarga e'tibor beringlar. Burchaklariga ham ideal holatda chiqqan. Kimga professional ustalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni ham qoldiramiz. Bu ichki shapkalarimizga keldik. Ichki shapkalarimiz 1.20 chiqqan, uzunasiga 23 metr. Ayvonimizni giroblarigacha o'rab qo'yganmiz. Keyinchalik ayvonni ichini MDF qiladigan bo'lsa ham, giroplarimizga qadab qo'yadi. Bakovoylarimizgacha yopganmiz, ko'ringlar. Operator bitta bakovoyni ham ko'rsatib qo'ying. Burchaklarga ham bitta olib borib qo'ying. Burchaklarni ham bitta ideal holatda chiqqanini ko'rsatib qo'ying. Bu joyimiz общий 18.390.000 so'mga yakunlanyapti. Pastda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.